Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana bugun sleeve rezeksiya operatsiyamizni tugatdik. Mana oshqozonni kesilgan qismi va o'rnini vlog ipi yordamida polni tikib chiqdik. Mana bu yoqlarda mana polni tikilgan chokni ko'rishingiz mumkin. Hozir mana shu chokni olib tashlab operatsiyani tugatamiz. Bizga ishonch bildirganingiz uchun rahmat va kuzatishda davom eting va bariatriya operatsiyalariga ham bemalol ishonch bildirib kelsangiz bo'ladi. Bugungi bemorimiz bizda bariatriya operatsiya qildirgan sleeve rezeksiya. Kelganlarida veslari 120 kilo edi. Operatsiyaga 3 kun bo'ldi. Alhamdulillah hozir mana 3 kilo tashladilar 3 kunda. Hozir 117 kilo bo'ldilar. Hammasi yaxshi. Laparoskopik usulda o'sha sleeve rezeksiya amaliyotini bajardik. Uyga ruxsat beryapmiz. Diyor endi o'zingiz nima deysiz endi? Men qildirganimdan afsusdamasman. Hammasi yaxshi, og'riqlar yo'q. Rahmat kattakon sizga ham. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Hamma menga o'xshagan semizlarga tavsiya qilaman. Ozg'in chiroyli bo'lib yurish hammaga nasib qilsin. Bular o'zlari oshpaz, futbolchilarimizga, professional futbolchilarimizga oshpazlik qilar ekanlar. Yana nima deymiz endi? Endi faqat ovqat tuzini ko'rib yuradilar, boshqa hech narsa ham bo'lmaydi. Bizlarni kuzatishda davom eting, oziq-ovqatlarni ham protsessda qo'yib boramiz. Rahmat.